Jafarov, nima vaziyat ekan? Avtobus haydovchisi bo'ysunmasdan harakatlanib keldi, ustiga davlat raqam belgilarini yechib olib, oldi peshonasiga qora plyonka o'rnatib olganligi ma'lum bo'ldi. Abdurahmonov plashida tekshirdingizmi? Haydovchilik guvohnomasi yo'q, voyaga yetmagan maktab o'quvchisi ekan. Ota-onasini chaqirtirib, tushuntirishlarni olib boringlar. Ota-onasini aniqladik, chet elda ekan, bu kelyapti, tushuntirish ishlarini olib boramiz. Yaxshi. Nima gap Abdurahmonov? Har doimgidek voyaga yetmagan bola mashinani o'zboshimchalik boshqarib, sirena migalkalar o'rnatgan holatda bayram boshlab yuborgan. Siz familiyangizmi? Yog'ronbek. Maktab o'quvchisisiz? Shunaqa. Avtobus qayerdan oldingiz? Akam redkardan olib berdi. Redkardan salla uchun maktabni bitirish bayramda yo'l xatoni kechirmaydi. Ota-onasini chaqirtirib, tushuntirishlarni olib boringlar. Tushunarli boshliq. Marhamat, hurmatli fuqaro, imzo cheking. Biz tomondan biror muammo o'tdimi, komandir? Ha. Faqat muammo bo'lsa kelamizmi? Muammoni oldin olgani keldik. Qo'l qo'ying. Marhamat, kafolat xatiga imzo cheking. Hurmatli fuqaro, nimaga imzo chekkaningizni bildingiz, a? Ha, bildim. Har bir ijaraga avtomashina beruvchi tadbirkorlar biz tomonimizdan nazorat ostida haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan yosh bolalarga avtomashina bermang. Ukajon, nega bunday yotibsan? Tur. Nega ukamni ustini yopyapsiz? Ukajon, ko'zingni och, senga nima bo'ldi? Holat bo'yicha axborot bering. Haydovchi bulvar ko'chalari bo'ylab drift qilgan, harakat davomida yo'nalishini keskin o'zgartirganligi sababli rol boshqaruvini yo'qotib, daraxtga urilib, haydovchi old lavoyidan uchib ketib, voqea joyidan beva hayotdan ko'z yumdi. Hozir ko'rib turganingizdek boshliq tekshiruvlar davomida haydovchi maktab o'quvchisi ekanligi hamda 17 yoshda bo'lib, haydovchilik guvohnomasiga ega emasligi ham ma'lum bo'lmoqda. Ota-onalarga ham xayronman Safarov. Respublikadan voyaga yetmagan bo'yicha kelib topshiriq olganmiz. O'zimizda ham shaharda nazorat kuchaytiringlar. Tushunarli o'rtoq boshliq, targ'ibot va tadbirlarni kuchaytiramiz. Bolam, bolam, jon bolam, jonim bolam, jon bolam. Ado bo'lgan senimi